Reverim, mazasiga gap yo'q. Ishonmasang tatib ko'r. Hozir men naqd 500 million so'm ustida turibman va bir kishi shu pullarni qo'lga kiritishi mumkin. Darvozani ochinglar. Bu videoda siz ko'rib turgan 100 kishi 500 million so'm uchun hali O'zbekistonda bo'lmagan 7 ta bosqichli o'yinlardan o'tib kurashishadi va bir kishi g'olib bo'ladi. Hali hammasi oldinda. Tanlashimiz kerak-da. Bu 100 kishi kim deb o'ylayotgan bo'lsanglar, Reverem suvlarini xarid qilgan va Reverem suvlari bilan birga kreativ video olganlar orasidan tanlab olingan omadli 100 ta ishtirokchi. Siz ham 500 million so'm yutib olishni xohlasangiz, Reverem shouning 2-sonida ishtirok eting va 500 million so'mni qo'lga kiriting. Ha! Birinchi o'yinimiz qoidalari juda ham oson. Biz o'yin maydonini har xil joylariga Reverem show bayroqlarini qo'yib chiqamiz. Sizlar esa shu bayroqlardan birini qo'lga kiritishingiz kerak bo'ladi. Sizlar 100 tasiz, bayroqlar esa 50 ta. Bu degani faqat 50 ta odam Reverem show uchun, ya'ni 500 million so'm uchun o'yinni davom ettiradi. Biz har bir raundda har xil sondagi bayroqlarni maydonga joylashtiramiz, toki ishtirokchilar 50 ta bayroqni qo'lga kiritmagunicha. Raund boshlanishidan oldin qo'limni ko'taraman va signal beraman. Diqqat bilan eshitinglar. Signal bermasimdan oldin chiziqni bosib o'tsangiz, o'yinni shunchaki tark etasiz. Oldingizda turgan qizil chiziqni bosib o'tishinglar bilan bayroqlardan birini qo'lga kiritishinglar shart. Agar kimdir bayroqni usha olmasa, u o'yinni tark etadi. Birinchi raunddagi bayroqlarimiz atiga 5 ta. Ishtirokchilar esa 100 ta. Kim birinchi bo'lib keyingi bosqichga o'tadi, kim esa yo'q. Bayroqlarni olib chiqinglar. Xo'p, ishtirokchilar, tayyormisizlar? Reverem show boshlandi. Babrello pulni muxlatganicha yutqizdingiz. To'g'risini aytsam, Dilshod akani kallasi shunaqangi kuchli ishlaydi. Birinchidan shunaqangi hayajonlantirib qo'yapti, birinchi gapirishidan o'zi. 5 ta yoki 6 ta odam yuguradi, chunki bayroq 5 ta qo'yilgandi. O'shaning uchun o'zimga ishondim, ishonchim bilan yutdim. To'g'risi finalda ham shunaqa ishonchim bilan yutaman. Go! Finalda oldin yugurdim. Finalda oldin yugurib qo'ydingiz. Ha. Odamlar bir boshqacha o'tdi, yuraylarim dukullab. Lekin uddaladim. Marhamat, bayroqlarni olib chiqinglar. Dona bayroq turibdi. Qaniylik omad. Tayyor bo'lsanglar, ketdi. Tayyor bo'lsanglar, boshladi. Agar ko'rib turgan bo'lsangiz tezroq like bosinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Juda ham hayajonli daqiqalar. Chunki ishtirokchilar soni juda ham kamayib boryapti, chunki bu yerda ishtirokchilar ko'p, bayroqchilar kam qoldi. Men ham hayajondaman. Juda qattiq jang bo'lyapti. Zo'r bo'ladi xohlasa. Xotirjam. Faqat o'zim boy bo'lay. Hozir bizda 5 ta bayroq uchun kurash bo'ladi. Tayyor bo'lsanglar, olg'a!
emotsiyani qara. Bo'yka. Bu emotsiyalarni pulga sotib olib bo'lmaydi. Bu emotsiyalar haqiqiy emotsiyalar. Ularning xursandchiligi bizani yana tempimizni oshiryapti. Hali boshlanish, yuqori darajada davom etamiz. Marhamat. Nima bo'lganda ham sizlarga rahmat aytmoqchiman. Har bittanglarga ishtirokinglar uchun va sizlarga omad tilaymiz. Omad tilayman. Onam duosini olganman inshaalloh hammasi. Bosish kerak. Necha yoshsiz siz? 53 yoshingizda. Nimani kutdingiz shu vaqtlarda yugurmadingizmi? Tavakkal, Allohga tavakkal. Suv xarid qilib aniq qatnashganmisiz yo video oldingizmi? Yo'q, suv xaridlar. Suv xarid. Gap. Eng yoshi ulug'i sizsiz. Ko'rsatib qo'ying yoshdagi bir qanaqa bo'lishi. Demak, tayyor bo'lsanglar final oldi, final. Chunki 13 ta qolgan bayroq, bundan keyin bayroqlar qolmaydi. Tayyor bo'lsanglar. Ketdik. Nimaga yugurmadinglar? Turtib ketib qolishdi-da men. Yana bu o'yinda har qancha holat bo'lishi mumkin edi. Do'ppli bola nahotki siz yana tark etsangiz bizani. Gap yo'q. Chunki 500 million olib to'y qilmoqchi edim, lekin endi to'y qilmayman. Afsus, ular o'yinimizni tark etishadi. Sizlarni esa keyingi bosqichga o'tganinglar bilan tabriklayman. Unaqa bo'lishiga qaramay, biz 50 kishiga yana bitta imkoniyatni beramiz. 50 kishi uchun bitta bayroq. Bunaqa nima desam bo'ladi? Bunaqa emotsiyaga, bunaqa adrenalinga boy show faqat Reverend showda. Mana 100 talik ichida Farg'onalikmiz biz 2 kishi o'tdik. Menga hozir bitta narsa qilsin. 50 kishi bitta dona bayroq uchun yuguradi. Nima deb o'ylaysizlar? Kim ovola oladi o'sha bayroqni? To'y atmay emas menimcha. To'g'ri, real ikkinchi shans bor. Let's go! Siz bilan boya gaplashganligi aytgach, tabriklayman keyingi bosqichga o'tganingiz bilan. Yo'lda kelganda harakat qildik. Qarab oldik. Xullas kelam 500 million pul, bu katta pul. Chunki meni birov qiziqtirgan yo'q, faqat pul va bayroq. Birinchi o'yinimiz o'zidayoq 49 ta ishtirokchi o'yinni tark etdi. Qolgan 51 kishini esa oldinda emotsiyaga boy o'yin kutyapti. Ikkinchi o'yinga o'tganinglar bilan hammalarni tabriklayman. Ana endi sizlar 500 million so'mga yanada yaqin keldinglar. Xursand bo'lishga shoshilmaysizlar. Ikkinchi o'yinni boshlashdan avval sizlarga 10 daqiqa vaqt beraman. Shu 10 daqiqa ichida 17 tadan 3 ta jamoaga bo'linishinglar kerak bo'ladi. Va har bir jamoadan bittadan sardor tanlashinglar kerak bo'ladi. Sardor va jamoa tanlashda e'tiborli va diqqat bo'linglar. Chunki ular sizlarning taqdiringlarni hal qilishi mumkin. Vaqtga e'tibor beringlar. Jamoa sardori tanlanmagan bo'lsa yoki jamoaga bo'linmagan bo'lsangiz, o'yinni shunchaki tark etasiz. Demak, vaqt ketdi. Hamma kelolmaylar bor. Sanadi, Xudoni aytgan bo'ladi. Sanadi shunday bo'ladi. Tanlangan jamoa sardori hozir butun jamoani cho'chirish mumkin. Tasavvur qilasizlar? Butun jamoani 17 kishini. 7 bola kerak. 11. Bu yerda yig'ilgan hammaning maqsadi aniq. 500 million so'mni o'zi bilan olib ketish. Nafs, vijdon, jamoa. Lekin bir kishi o'yin taqdirini hal qiladi. Pul yoki jamoa. Chotki bo'ladi. Yondiramiz. Oldinda ularni nima kutayotganini hali o'zlari ham bilishmasdi.
bunaqa tez jamoaga bo'linib olasizlar deb o'ylamagan edim. Negadir ustinglardagi kiyimlar sal yoqmayapti. Kelinglar o'zgartiramiz. Demak, tayyor bo'lsanglar, jamoa sardorlarini tribunaga taklif qilaman, marhamat. Ikkinchi o'yinni e'lon qilishga tayyorman. Sizlar tayyormisizlar? Jamoaga bo'linib sardor tanlashinglarda e'tiborliroq bo'linglar degan edim va albatta sardorlar hozir sizlarning taqdiringlarni hal qiladi. Oramizda o'g'ri bor. O'g'ri bugun yutuqqa qo'yilgan 500 million so'mdan naqd 100 million so'mini o'zi bilan olib ketmoqchi. Sababi har bir jamoa sardori oldida knopkalar joylashgan. Ekranda esa 0 dan 100 million so'mgacha pul mukofoti ko'tarilib boradi. Qaysi jamoa sardori birinchi bo'lib knopkani bossa, bosilgan paytda ekranda ko'rsatilgan hamma pullarni o'zi bilan olib ketadi. Yetmaganiga o'zi o'yinda qoladi, jamoa a'zolarini esa o'yindan chiqarib yuboradi. Agar hech kim knopkani bosmasa, hammalar yana biz bilan 500 million so'm uchun kurashni davom ettirasiz. Bu o'yinda kimdir o'yindan chiqib ketishi muhim emas. Kim qanchalik o'z jamoasini o'ylashi muhim va qanchaga sotishi muhim. Demak, boshladik. Men bu so'radigan joyi deb o'ylayman. 3 million so'mga chiqdi. 100 million so'mgacha chiqadi. Kim birinchi bir bosar ekan, ha? Nima deysiz? Qanchada bosasiz? Umuman bosmaysizmi? 10 million so'mga chiqdi, pul naqd 10 million. O'ylab ko'ringlar, 10 million so'm. Menimcha jamoadoshlaringiz sizga bundan keyin yordam bera olmasa kerak deb o'ylayman. Chunki pul 15 million so'mga chiqdi. $20 million. Siz o'rningizda ular bo'lganda bosa o'rgan bo'lardi o'sha. Chunki pul naq 25 million so'mga chiqdi. Nahotki hech kim bosmasa, 25 million so'm. Menimcha pul yanada ko'tarilishini kutishyapti. Hozir pul ko'tarilganda ko'ramiz kim nafsi bilan kurasha oladi. Moshdagi nech pul rasxod qiladingiz? 2000 ga yaqin. 2000 ga yaqin. O'sha puli chiqib bo'ldi, chunki orqasiga pul 35 millionga chiqyapti. Bitta bosasiz bo'ldi, 35 millionni o'zingiz bilan olib ketasiz. O'yinni davom ettirasiz. Tasavvur qilasizmi? O'yinni davom ettirasiz. Naqd 40 millionga yaqinlashyapmiz, aka. Menimcha yoshi orasida kattasiz ekansizda. Menimcha bola chaqa uyda mana ayolingiz kutyapti. Naqd 40 million so'mga chiqdi. 40 million so'm bilan ketish mazza emasmi? O'yinni davom ettirasiz. Pul ko'tarilsa ko'ramiz. 46 million. $46 million? Yo'q-e? 50 millionga chiqqandami? 50 million! Jamoa sardorlari 50 millionda ham, 60 millionda ham, 70, 80, 90 millionda ham jamoa a'zolarini sotishmadi. Lekin pul mukofoti 100 million so'mga chiqqanida esa hammasi boshqacha bo'ldi. 100 million so'm beraman. Ya'ni 100 million so'm o'zingizlar bilan olib ketishinglar mumkin. Jamoani tanlaysizmi? Jamoani tanlaymiz, aka. Demak, bu jamoa to'liq davom etadi va navbat sizga. Sizga ham shu taklif. 100 million so'm o'zingiz bilan olib ketmoqchisiz. Undan ko'ra tanishib qo'ygan. O'sha gap, 100 million so'm topish oson emas. Balki birorta ishlaringizga yopilishiga yordam beradi. Ko'chada ba'zi erkak kishi qiynaladi. Tirikchilik qilish kerak. 100 million so'm uchun bos so'radigan joyi. $100 million. Demek biz davam etamiz.
Endi-chi siz nimani tanlagan bo'lardingiz? 100 million so'm yoki jamoa? 3-bosqichda ko'rishguncha. Har bir sardor bor yo'g'i bir necha soat oldin tanishgan jamoa a'zolari uchun naqd 100 million so'mdan voz kechib haqiqiy qahramonlikni ko'rsatishdi. Bu esa jamoaviy ruh shaklanishiga va insoniyat pul uchun hamma narsaga tayyor emasligini yana bir bor isbotlab berdi. 500 million uchun kelganmiz. Albatta. Hurmatli do'stlar, atmosfera bomba. Hozir 3-bosqichga yetib keldik. Jamoamiz juda ham ahil, xudo xohlasa albatta 500 million so'm uchun olib ketamiz. Takazda bor oxirigacha boramiz. Men boshida ham aytganman, oxirigacha boraman deb, komandamiz uchun oxirigacha borishga tayyor. Lekin bularni haqiqiy xudo saqlab. Chunki summa ozodda. Boshida bosmaydi o'yladim, lekin oxirida mana bu qilaverdan keyin yuragimiz просто shokka tushdi. Uchinchi o'yinimiz shartlari oddiy. 10 tonnalik 3 ta yuk mashinasini jamoalar tortishadi va qaysi jamoa oxirgi bo'lib qizil chiziqqa yetib kelsa, o'sha jamoa shovni tark etadi. Tayyor bo'lsanglar demak. Boshladik. Ishtirokchilar o'yinda qolish uchun shunchalik jon-jahdlari bilan kurashdiki, adrenalin darajasi juda ham yuqori edi va bir soniya hammasini hal qildi. Reverim showda odamni tentak qiladigan shartlar bo'lyapti. Tez like bos. Keyingi bosqichga chiqqanlarni aniqlash juda ham qiyin bo'ldi. Lekin sizlarni keyingi bosqichga chiqqaninglar bilan tabriklayman. Afsuski hozir bizni 17 kishidan iborat bir jamoa tark etadi va bittasi esa yurishda davom etadi. Va u Sila! Birinchi kelishda o'zida sразу yutqizib ketganimizda mana shu narsa abitni bo'lardi. Shunisiga ham shukr. Yaxshi qatnashdik to'g'ri jamoa bilan, to'g'rimi? G'alali bo'ldimi? Nasib. Biz chiqib ketib qolishimiz ham mumkin edi. Ozgina farq berdi deb o'ylayman-da. Inshaalloh nasib qilar ekan, demaymiz oxirigacha darsga davom etamiz. Sizlar vodiy bizni podдержка qilib tursalar ham bo'ldi, bizga shu yetadi. To'g'ri. Hammaga omad tilayman, yutqizgan komandaga ham omad tilayman. Emotsiya vashi bomba bor. Daniel bunaqa holatga necha yillardan beri to'g'risi bunaqa holatga tushgan yo'qdim. Kelganimga afsuslanmayman, bomba bo'lyapti. Reverim showni keyingi bosqichga ham qatnashga harakat qilaman. Adrenalin udarligi Qashqadaryoning go'shini ko'rsatdik uchun. Kalmar o'yinida ham bunaqa hayajon bo'lmagan, jigarlar. Shunaqa xursandman, o'z so'dira olmayapman. Mag'lubiyat va g'alaba ikkisi har doim yonma-yon. Biz esa Reverim showda davom etamiz. Demak, 4-o'yin qonun qoidalari bilan tushuntirib o'taman. Bu o'yinni boshlashdan oldin o'yinimiz markazida turgan qutuvchani oldiga kelib, Reverim Show tangalaridan birini tanlaysiz. Tanganing bir tarafida Reverim Show yozuvi bor va ikkinchi tarafida esa shakl ko'rsatilgan. Bu shakllar jami 11 ta, lekin har biri 3 tadan. 3 ta uchburchak, 3 ta to'rtburchak va hokazo. Bu shakllar yana sizlarni 3 kishidan jamoaga bo'ladi. Bilib turganinglardek quti ichida 34 ta Reverim Show tangalari bor va ushbu tangalarning 33 tasida har xil predmetlar ko'rsatilgan va bir donasida Game Over yozilgan.
ishtirokchilar birin-ketin o'z tangalarini tanlashni boshlashdi. Lekin bir kishi o'yinimizni tark etish kerak edi. Game over yozuvi chiqqanidan keyin qolgan ishtirokchilar xursand bo'lishdi. Lekin 56-ishtirokchini ichidan qanday hislar o'tganini faqat o'zi biladi. Qolgan ishtirokchilar esa birin-ketin o'zlarini tangalarini uverinni olishdi. Tayyor bo'lsanglar, endi sizlar bilan birgalikda Reverem Show uchun 500 million so'm uchun yurishda davom etamiz. Qo'ldan kelgancha qaragan. Lekin omad yetishmadi. Qolganlarga omad tilayman. Biza ularni bekorga 3 tadan jamoaga bo'lganimiz yo'q. Hozir ishtirokchilar bir-biriga bog'langan holatda jamoaviy poyga o'ynashadi. 3 kishidan iborat 11 ta jamoa hozir bir-biriga qarshi poyga o'ynashadi. 11 ta jamoadan eng birinchi bo'lib 8 ta kelgan birinchi jamoalar keyingi o'yinimizga o'tishadi va qolgan 3 ta jamoa esa o'yinimizni tark etadi. Bu o'yinimizda bir-birini tushunish, eshitish, do'stlik va birdamlik juda ham muhim. Tayyor bo'lsanglar, men sizlarni finish chizig'ida kutaman. O'rga! Men o'yladim, bari hozir qolib ketamiz deb o'yladim, lekin yarimida tezlashga chot ketdi. Qo'yga xullas. Keyingi bosqichga o'tishga Biz kutgandan ham tez ekanligi bor. Men tez biz o'ylagan lekin raqamimiz bizni kutgandan tez. Boshqa narsa reja qilganda boshqa so'p. Keyin miyaga sirasi skoz qo'shishdi, miyaga lekin o'tib ketib qoldi. Yurak kuya chiqib ketadi. Karim plani bo'yicha yurdik. Zo'r, hammamiz birdan harakat. Barcha bilan yurmanlar, sizlar ko'tarib ketdilar bilan barcha. Ishtirokchilar bir-birini tushungan holatda shunchalik tez harakat qilishdiki, finish chizig'iga birin-ketin kirib kelishdi va aniq javob topish uchun esa bizga var kerak bo'ldi. 11 ta jamoadan 3 tasi o'yinimizni tark etdi va ularni tantanali ravishda kuzatib qo'ydik. O'yinda qolgan 24 ta ishtirokchi, ya'ni 8 ta jamoa bilan biz 5-o'yinga yo'l oldik. Va ularning oldinda aniq eng qiyin o'yinlardan biri kutib turibdi. 5-o'yinga xush kelibsiz. Hozir siz 3 kishilik 8 ta guruhlardan birining a'zosisiz. Qo'riqchilarimizdan birini kuzatib boring va u o'yindagi taqdiringizni hal qiluvchi xonalardan biriga olib boradi. Hozir nima bo'ladi-ligini bilmayman to'g'ri. Slish or. Men hozir 2 soatlik taymerga start beraman va shu 2 soat ichida orangizdan 2 kishi xonadan tashqariga chiqadi. Xona ichida qolgan ishtirokchi o'yinni tark etadi. Ana endi ishtirokchilarning asl yuzini ko'rish vaqti keldi. Nima bo'lsa ham biz bitta jamoamiz. Xonada kim qolishini aniqlaydigan har qanday o'yinlar taqiqlanadi. Hammasi ovoz berish yo'li orqali aniqlanadi. Agar vaqt tugaganida ishtirokchilar o'zaro kelisha olmasa, 3 ta ishtirokchi ham o'yinni tark etadi. Qanday qilib do'st bo'lgan bo'lsangiz, xuddi shunaqa dushman ham bo'lib qolishingiz mumkin. Vaqt ketdi. Hammalarga omad ishtirokchilar. Bu showdagi eng qiyin vaziyatlardan bittasi edi. Haqiqat shundaki, hamma o'yinda qolishni xohlaydi. Bir necha soat oldin bu 3 ta ishtirokchi do'st bo'lib o'yinda ishtirok etishgan edi.
Endi esa shouda qolish uchun kim qurbon bo'lishni aniqlash kerak. Hamma har xil yo'l tutdi. Mol mulkni yarmini menga berasan degan. Ana shu ayam bo'ynida turib, akam 23 ga kiryapti, uylantirishga yoshi katta bo'lib qolgan. Tanlashimiz kerak-da. Og'alar hozir bitta odam tanlashimiz kerak. Telefon nomerlar olinadi, pul maisdan ketiladi. Pulni o'zimiz uchalamiz chiqib ketamiz deyishimiz mumkin, lekin shansiz yutqizamizda. O'shada yutqizamiz. Sizlarga aytganidimi, do'stligingiz uzoqqa cho'zilmaydi deb. 5-o'yinimizda finalga 10 o'yin chiqadi. Vaziyat asta-sekin jiddiylashishni boshladi. Niyatim shu shouda yutsam, Xudo xolasa inshaalloh onamni olamdan o'tganlar, otamlar bilan haj umra safariga borib, xonadon sotib olmoqchi. Ishtirokchilar 500 million so'mni yutib olishsa, uni nimaga sarflashlari haqida gapirib berishni boshlashdi. Dadam bilan ayam ajrashgan. O'shanga men mana shu yo'nalishga kirgan sababi shu uyimiz o'zimizga qolsin, sotilib ketmasin, ko'chada qolib ketmaylik degan ma'noda kelganman. Agar bersa bizga biz chiqamiz, Xudo xolasa shu 500 millionga kam bo'lmasa yo men harakat qilib ko'ramiz. O'zinglarni arjaralmaydigan inson qilib ko'rsatishdan charchamadinglar? Haqiqiy maskalar qachon yechiladi? Anchagacha kelishdi o'zi bo'lmadi. Bir kishi g'olib bo'ladi-da 500 millionga. O'ychi o'yin o'ylaguncha tavakkalchi ishini bitiradi. Biz gaplashdik, bu ukam o'zini fikrini bildirib, bu bolaga ovoz berdi. Pachesnimi gaplashgan uchun bu bolani qo'llab-quvvatlab, men ham bu bola tomon bo'lib bunga ovoz berdim. Bu yerda 500 million yutsiz nimaga ishlatasiz degan global muammoni ko'tardik. Xalq emasga yurakdan chiqib tars etib ovoz berdi. Ishlatmadik. Ishlatmadik, lekin atak baribir. Yo'q, mana o'zlari ovoz berdi. Bu shart bas. Siz bularning o'rnida bo'lganingizda nima qilardingiz? Fikringlarni kutamiz va qo'riqchiga xabar berishinglarni kutamiz. Lekin bundan oldingi shartda ukamizni biz yelkama-yelka chiqarib, skochda uchamiz oila agar 500 million yutsak, ana shu ukamiz ham quruq ketmaydi. 50 million bu pul, bu nerealni pul. Ancha biz o'ylantirib qo'ydi. Xursand bo'lishing kerak. Mana shu yergacha kelishdi o'zi bo'lmadi. Oradan ko'p vaqt o'tmasidan ishtirokchilardan biri o'z xohishi bilan sheriklariga imkoniyat berdi. Demak, siz o'z xohishingiz bilan o'yinni tark etasiz. Mana buni haqiqiy qahramonlik desa bo'ladi. Bor yo'g'i bir necha soat oldin tanishgan insonlari uchun 500 million so'mga bo'lgan kurashdan voz kechdi va bu oddiy qaror emas edi. Rozimisiz? Sizlarni ikkovlaringni bittaning yutasizlar. Rozimisiz? Keling, siz bitta bag'rimga bosib qo'ying. Shunaqa ishtirokchi borligidan xursandman. Nimaga? Qanaqa? Nima sababdan? Bunaqa ishlar qilib kelib nima qilaman deb o'ylamagan. Ular ishtiyoqini ko'rib xursand bo'ldim endi. Men sizdan xursandman. To'g'risi aytdim, jimlab ketyaptim. Mana nima deyishga hayronman. Rahmat, sizdagi odamlar ko'paysa, 059-raqamli ishtirokchiga qarshi chalib qo'yinglar. Maqla, uchalamiz ham chopilaylik bo'lmasa, o'shanlar hech ham xafa bo'lmaydi. Finalga boradimmi? Barini oladimmi? 100dan eko'mizga beryaptim. Shu o'zimga xavotir. Hammamiz o'sha pulni yutish maqsadida shayga kelganmiz-da. Просто chopvorish menimcha to'g'ri kelmaydi. Xo'sh, nima bo'ldi? Kelishuv bo'ldi. Nahotki bir-biringlarni ko'ndirgan bo'lsanglar. Endi vaziyatga chiqib final vaziyatini bilamiz. Hamma sharoit bir-birini sharoitini tushunadi. Jamlan biladi. Tabriklayman va sizlar keyingi bosqichga o'tasizlar, do'stinglar bilan xayrlashishni kutib qolamiz. Xudo xolasa ishonchlarini oqlaymiz, обязательно. Bomba bo'ladi. Qanaqa qilib bu qarorga kelish oson bo'ldimi? Nima bo'ldi? Sizni aldashdimi yo ko'ndirishdimi? Yoki siz shunchaki borligi emotsiya taqdim qildingizmi? Chetgacha yetib kelaman deb o'ylamadim. Chetgacha yetib kelganim bo'ldi menga. Do'stlar, men masalan senga ovoz beraman. Yo kelishaylik deyman. Vakansiya boraman ekan. Vakansiya borasan, o'nda vaqt kelishmaysan, bo'laman.
uylanishim kerak. Mana dadam uylantirmaydi. Dadam ichadi tengqurlik. Er kishi uylanish uchun o'ziga pul yig'ish kerak. Agar xafa bo'lmay, men sizga ovoz beraman. Men ovoz beraman. Bormi? Mana qo'yat kelishdimi? Xo'sh, Hali ham shu fikrda turibmiz. bu sizlarning fikringlar. Demasizlar kimga ovoz berasizlar? Baqa. Endi 3 kishi o'zimizni fikrimizdan kelib chiqib 27-ishtirokchiga ovoz berdik. Ikkovimizdan hech qanaqa bosim bo'lgan yo'q. Endi men ham o'yindan tark etmoqchi emas edim, da'vosh kurashmoqchi edim, lekin 1-2 marta aytdim, endi nimaga ishlatmoqchiligimni. Lekin o'ylamoqchi edim. 30 daqiqa ichida 3 ta xonadagi ishtirokchilar kim keyingi bosqichga o'tish yoki o'tmasligini aniqlab olishdi. Har qanaqa holatda hech kimga ham ishonish kerak emas. To'g'ri? To'g'ri. Va kelajakdagi ishlaringizga omad tilayman. Ko'rishguncha salomat bo'ling. Siz bilan Xudo xohlasa keyingi oylarda ham ko'rishamiz. Biz to'g'ri qaror qildik. Bu hayotda yo sen yeysan yo seni yeyishadi. Bu ko'cha qonuni. 45 ming dollar uncha odamni hayotini o'zgartirib oladi. Rozi bo'lsangiz, rozi bo'lmasangiz, peshonamizga yozdi ham, может, uchalamiz ham chiqib ketarmiz hozir xonani. Hatto shu yurakdan. Agar mana shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, kechirasiz. Masalan, bu bolaga men ovoz bersam, yerda xonada farqi yo'q. Ikkita ovoz yig'ilsa qoladi. Albatta. Nima bo'lsa ham biz bitta jamoamiz. Yo'q, xonadan uchalamiz ham qolarmiz. Tushgandan keyin tashlab qo'ymaymiz lekin deyapmiz. Bolaga ovoz bersam, u farqi yo'q, yig'laydi, yig'laydi, qiziq ketmaydi. Biz ovoz bermoqchimiz. Shu gaplashingni, bu narsani men o'rtaga tashladim. Maslahat bilan 2 soat o'shanga vaqt bergan. Bilasizmi? Xo'sh. Kim tark etadi? Reverim shou uchun qo'shni davlatdan kelgan qozog'istonlik ishtirokchi jamoadoshlariga imkoniyat yaratib berdi va o'zi o'yinni tark etdi. Mana hayot bitta, mana bir-biriga bilan kelishib berishibdi. Xo'sh. Kelishib oldik. Ukajonim ikkovimizga yo'l beryapti. To'g'risi afsustaman, sizniki ishtirokchi keyingi bosqichga o'ta olmaganidan. Lekin har doim ham biz o'ylagan narsa bo'lavermas ekan. imkon berdi. Ukamizni ham biz chiqib ketishni xohlamasdik. Xudo xohlasa oxirida yutsak, ukamiz xursand qilib yotaveramiz. Bosim juda ham kuchli. Chunki bundan oldingi o'yinimizda bular qanaqa bir-birini yaxshi ko'rib do'stlashgan bo'lsa, hozir shunchalik bir-biridan nafratlanadigan darajaga kelib qolgan bo'lishi ham mumkin. Biz esa davom etamiz. Eng yomon narsa do'stini chopish bilan. Hech qachon tushmasin buni holat. Juda qiyin holat ishoning. Agar menga ham shunaqa tanlov berilganda, mana tanlash imkoniyati qiyin bo'lardi. Reverim show lekin nerealni show bo'lyapti, shuni bilaman lekin gap yo'q. Agar bitta qarorga kelmasanglar, 3 yil ham o'yinni tark etasizlar. 1 soat vaqtimiz qoldi, 1 soat. Bo'ladigan narsaga harakat qilamiz. Orqamizda bizni kelishib harakat. O'zim omadimga ishonmayman. Bo'ladigan, biz hayotimda bo'ladigan narsaga. Sizni sheygacha yetib kelishingiz o'zi bitta omad. Yana ularda yurus Xo'sh, kelishdinglarmi? Jamoa bilan kelishgan holatda Feruzjon o'zi
xohishi bilan hech qanaqa ovozlarsiz o'yinni tark etadigan bo'lib, biz ikkovimizga shans beradigan bo'lib. Keyingi bosqichga o'tganinglar bilan tabriklayman va yaxshi do'st topganinglardan xursandman. Va nihoyat bizda so'nggi qutimiz qoldi va so'nggi qutimizdan keyin biz yana qadam bosishda davom etamiz. Nimani kelishdinglar? Kim qoldi bo'laysiz? Chota o'rtadagi aka hammanglarni quchoqlab turibdi, balki ular qolgandirlar. Sizmi? Sizmi? 500 milliondan kechdim. Bularga mendan-da ko'proq 500 million kerak. Gap yo'q. Bu emotsiyani ko'rganlar bilmayman qaysi holatga tushadi bilmadim, lekin meni hozirgi holatimda men 500 million kakotda yutgandim. Tabriklaymiz, keyingi bosqichga o'tdinglar. Tabriklaymiz. Keyingi bosqichga o'tganinglar bilan tabriklaymiz. Nima shunchalik sizni shu ishni bajarishingizga yoki shu qarorga kelishingizga muhtoj bo'ldi? Aslida o'zi bu 500 million yutsam, obunachilarimga madadlayam, nima ehson qilaman. Agar shu she'rlaringiz yutib olsa, demak siz niyatingizga yetgan bo'lasiz deb o'ylayman. Mardligingiz uchun, qahramonligingiz uchun rahmat aytamiz. Oldinga qo'ygan maqsad shu bosqichda bo'lish. Bu o'yin kimdir uchun qayg'uli va kimdir uchun yutuqli bo'ldi. Va bizni 8 ta ishtirokchi tark etdi. Oldinda esa final uchun yagona qadam qoldi. Sizlarni tabriklayman. Oltinchi o'yinga xush kelibsiz. Bu arqon tortish o'yini. Odatdagi arqon tortishdan farqi shundaki, yerdan 2 metr balandlikdagi platforma ustida 8 kishilik ikkita jamoa bir-biriga qarshi kurashadi. 5-o'yinda yutgan 16 kishi tasodifiy 8 kishilik ikkita jamoalarga bo'lindi va ulardan faqat bitta jamoa final uchun 500 million so'm uchun kurashni davom ettiradi. Teskari sanayman 10 sanoqda 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 olg'a! Sindirib olasiz, qoling. Oyoq qo'yish mumkin emas, ishtirokchi. Jamoalardan biri o'yin qoidasini buzishdi. Lekin shunga qaramasdan men o'yinni to'xtatmadim va bu xato ularni mag'lubiyat sari yetakladi. Ikkita jamoa orasidagi kuchlar teng edi. Lekin bittagina xato qimmatga tushdi. ishtirokchichidan ko'rasizlar. To'rga gaz! To'xtab
Birlashmagan yana bo'ladi yana. Gaz. Like bos. Like bosmaganda uraman lekin. Birlashib komanda bo'lgani uchun komandada hammaga kattakon rahmat. Birlashib top 8taga kirdik. Hamma kutgan final va nihoyat yetib keldi. 10 minglab ishtirokchi, ular orasidan 100 ta tanlab olingan ishtirokchi, ana endi esa qarshimizda finalda atiga 8 ta ishtirokchi. Ulardan bir donasi hozir 500 million so'mni g'olibiga aylanishi mumkin. Demak, cho'zib o'tirmasdan boshladim. O'sha yoshligimizda o'ynagan o'yinimiz cho'p tortish o'yini. Kimgadir uzuni, kimgadir esa kaltasi. Uzun cho'plar bir jamoa, kalta cho'plar yana bir jamoaga aylanishadi. Biz nima uchun ularni 4 kishilik jamoaga bo'ldik? Hozir 4 kishilik ikkita jamoa bir-birini o'qqa tutishadi va 4 kishi o'yinni tark etadi. Qolganlar esa o'yinni davom ettiradi. Hozir final va final oson bo'lmaydi. Hozir biz to'rtburchak, uchburchak va yumaloq shakldagi platforma ustida turibmiz. Har bir platformada har xil o'yinlarni o'ynashadi. To'rtburchakdan uchburchak shakliga faqat 3 ta ishtirokchi o'ta oladi. Jangda yutgan jamoadan 4 kishi uchburchakka yo'naltiriladi va uchburchakka o'tish uchun ham oranglardan bir kishi tark etadi va uchburchak uchun faqat 3 ta ishtirokchi o'tadi. Tayyor bo'lsanglar shartni e'lon qilishni boshlayman. Qani endi navbat bir-biringlarni poylashga. Yo, jiddiy bo'lmanglar. Bir-biringlarni poylash emas, shunchaki sizlarning suratinglar tushirilgan rasmlarni poylashinglar kerak bo'ladi. Hozir har bir jamoa raqib jamoa a'zolari yuzi tushirilgan rasmlarni rogatka bilan nishonga olishlari kerak bo'ladi. Xuddi bu futbol penalti seriyalariga o'xshaydi. Kim ko'p xato qilsa, shu jamoa yutqizadi. Hamma bir kishi uchun, bir kishi hamma uchun. Marhamat, sizlar boshlab berasizlar. Tayyormisiz? Marhamat, ketdi. Mujik. Marhamat, keyingi ishtirokchi. Yaxshi. Davom etamiz. Yaxshi. Marhamat, keyingi jamoa. Boshlashingiz mumkin. Birinchi zarba yaxshi. So'nggi urinish. Hayajonli daqiqalar. Agar zarba noto'g'ri ketsa, bu jamoa finalga yana bir qadam tashlaydi. Menimcha hali beri o'yin tugamaydi. Marhamat, ko'ramiz. Shartni qiyinlashtirdim. Let's go! Afsus. Marhamat, 3-chi urinish. O'sha gap, hamma bir kishi uchun, bir kishi hamma uchun degan shior hozir ro'y berishi mumkin va bir kishi jamoasini qutqarib qolishi mumkin. Gap yo'q. Hisob 1-0. Ikkita dona zarba va ular uchburchak shaklidagi. Marhamat, keyingi jamoa. Zarba berishga kelishingiz mumkin. Afsus. Yo'q, zarba tegibdi. Zigar, menga ish qoldirmang. Bo'lgan bejagim kelmayapti.
Deyman. Davom etamiz. Hozir to'g'risi shokdaman, men ham hayajondaman hozir nima bo'layotganini. Bu yoq tomonda yoki men oldindan tomosha qilgan bo'lganingizda, umuman boshqacha holatda bo'ladi. Bitta zarba hal. Afsus. So'nggi umid. Davraga tushganda go'zal. Final bosqichiga yetib kelgan 8 ta ishtirokchi bundan oldingi o'yinda bir jamoa bo'lib g'alabani qo'lga kiritishgan edi. Endi esa ular bir-biriga raqib va ularni 4 tasi Reverem Show'ni tark etdi. Finalda tugatdik, mag'lubiyatga uchradik. Uchburchak shakliga o'tishdan oldin sizlarga bitta narsani aytib o'tishim kerak. Uchburchakka faqat 3 ta odam o'ta oladi. Hozir zinamiz ko'tariladi va sizlar birin-ketin tangalarni ko'rsatib o'tasizlar. Agar kimdadir game over, o'yinimiz tark etadi. Marhamat, zinani ko'tarib beringlar. Final uchun so'nggi qadam o'yinimiz butun dunyo his qilgan Don Ziki o'yini. Bir-biringizga teskari turgan holatda qog'oz, qaychi, quduqchani ko'rsatasiz va sizlarga qayriladigan paytimda qayrilasizlar. Marhamat, o'girib olishingiz mumkin. Don Ziki. Marhamat, o'girilinglar. Finalga Jahongir yo'l olishi aniq bo'ldi. Ikkinchi ishtirokchini aniqlash vaqti keldi. Don Ziki. Marhamat, o'girilishingiz mumkin. O'yinimizda afsuski shu joyda 60-raqamli ishtirok tark etadi. Va sizlarni so'nggi qadam bilan tabriklayman. Va kelinglar, bittanglar 500 million so'm yutib olishinglar mumkin. Aytmoqchi bo'lgan gaplaringiz bo'lsa, marhamat, sizga so'z berishim mumkin. Chunki siz bir qadam qolganingiz. Avvalo nasib ekan shu yergacha kelish o'zi. Ko'rib turibmiz, 3 kishiga nasib qildi. Qo'ldan kelgancha harakat qildik. Shu yozilgan ekan, nima deymiz? Keyingi shouda ko'rishguncha. Ishtirok uchun rahmat. Qarsa kelinglar. Keyingi shouda kutamiz. Marhamat. Hammaga rahmat, Delime jamoasiga, Reverem Show'larga bu yerga kelish o'zi bitta baxt. Bizni qo'llab-quvvatlaganlarga kattakon rahmat. Kelgan joyimiz endi shu yergacha ekan. Rahmat. Har doimgidek sizlarga aytgan edim, har bir shaklda o'tganingizda sizlarni har xil xavf-xatar kutayotgan bo'lishi mumkin deb. Onajon, agar yutgan bo'lsam, duolaringiz sabab birinchi o'rinni oldim. Agar yutqazgan bo'lsam, siz yetarlicha duo qilgansiz, prosta bu yerda sal omad yetishmadi hozir. Marhamat, shakliga qarashingiz mumkin. Ishtirokingiz uchun rahmat. Zo'r bo'ldi. Hammasi shaffof bo'lishi uchun siz ham shaklingizni kameraga ko'rsatib qo'yasiz.
Biza final oldi ishtirokchilarga prank qildik. Ana endi haqiqiy hayajon boshlanadi. Mana endi haqiqiy finalga o'xshadi. To'g'risi oson bo'lmadi. Finalga tayyormisizlar? Tayyormiz. Albatta. Oranglardan hozir bir kishi 500 million so'mni o'zi bilan olib ketishga juda ham yaqin turibdi. Bitta narsani aytib o'tishim kerak. Bu narsani qilish oson bo'lmadi. Reverem Showga mana shu yaxshi bola YouTube kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyada o'zingizlarning fikringizni qoldiringlar. Agar show davom etishini xohlasanglar, biz Reverem Showning ikkinchi sonida aynan siz bilan ko'rishishimiz mumkin. Biz esa davom etamiz. Marhamat, final o'yinini e'lon qilaman. Bu shunchaki o'yin emas, juda ham oddiy tanga. Va mana shu tanga 500 million so'm yutug'ini hal qiladi. Bir tarafda Reverem Show, ikkinchi tarafda esa 500 million so'm. Diqqat bilan eshitishinglarni so'rayman. Hozir tanlashinglar kerak bo'ladi. Men tangani aylantirib yerga tushiraman. Kimni tarafi chiqargan bo'lsa, o'sha inson tangani oladi va ikkita qo'lidan biriga bekitadi. Va raqibiga uni ko'rsatadi. Agar raqibi tanga bor qo'lini topsa, 500 million uniki. Agar raqib 500 million so'mni topa olmasa, demak pul sizniki. Menimcha shartlar tushunarli. Tayyor bo'lsanglar, ko'p cho'zib o'tirmasdan boshlaymiz. Qaysi tarafini tanlaysiz? Kim qaysi tarafini? Reverend Show menga. Demak, sizga Reverem Show tomoni, Albatta. sizga esa 500 million so'm tomoni. Tayyormisizlar? Reverem Show, men ham tayyorman. Reverem Show tomon qo'lga tushdi. Buni tasdiqlaysiz. Reverem Show tomon tushganiga tasdiqlaysiz? Albatta. Marhamat. Siz bekitasiz. Siz esa topasiz. Ikkalanglar bir-biringizga tekstni qaraysizlar, 1 2 3 deganimda qarasanglar bo'ldi. Teskari qaranglar. Tayyormisizlar? 1 2 3. Marhamat, bir-biringizga qarashinglar mumkin. Mana shu qo'lda deb o'ylaysiz. Qaroringiz qat'iy. Marhamat qilib shu qo'lingizni ochishingiz mumkin. Voga bo'lishi mumkin emas. Mana kubok sizniki. 500 million sizniki. Tabriklaymiz. Omad tilayman. Onam duosini olganman inshaalloh hammasi. Bosish kerak. $500 million so'mni endi bemalol o'zingiz bilan birga olib ketishingiz mumkin. Reverem Show yoshlarni qo'llab-quvvatlashni va sizlar bilan birga bo'lishni har doim yaxshi ko'radi. Reverem Showda, Reverem Showning ikkinchi sonida sizlar bilan ko'rishni nasib qilsin. Har bir mehnat qilgan ishtirokchilarga, har bir kreativ videoga xarid qilgan ishtirokchilarga kattakon rahmat aytamiz. Videoga like bosing, izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Tabriklayman. insonlar ichidan birinchi raqamli bo'lish juda ham qiyin. Va albatta, sizga ham shu imkoniyatni berishimiz mumkin. Reverem Showning ikkinchi sonini ko'rishguncha, Jahongirbek, siz tushkunlikka tushmasligingiz mumkin, chunki siz Reverem Show tangasini Reverem Show tarafini tanladingiz. Va siz Reverem Showning ikkinchi sonida to'g'ridan to'g'ri ishtirokchiga aylandingiz. Tabriklayman. Omad. Reverem Show ikkinchi sonida ishtirok etish uchun shunchaki Reverem Suvlarni xarid qiling va Telegram botimizga yuboring. Hammalarga rahmat. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Reverem Showning ikkinchi sonida ko'rishguncha!